Salonlari ham takoy neobichniy qilingan. Mashinani ro'porosi 1 yil oldin polirovka, keramika 2 yildan oshdi. Birovlarni qilib berganmiz, oldin mo'rdi. Kapotdagi bironni ko'ryapsizlar, yaqindan ham olib beraman. Sarapinalar yo'q, dodda bo'lib turibdi. Faqat nashtazgina karchir tegib qirilib qopti. Xullas, bironni almashtiramiz. 2 yil ichida qanaqa turibdi mana? Dodda bo'lib turibdi. Krilolarda ham birovlari bor, kapotlari ham urilgan. Xullas, qolgan joylari keramika bo'lgan edi. Keramikamizni ham moshniy turibdi, ko'ryapsizlar. Hali ham blesklari bor, holatini yo'qotmagan, mut bo'lib qolmagan. Qanaqa mahsulot ishlatasiz, aka, effekt qanaqa bo'ladi deganlarga masalaga hozir 1 yil oldin qilingan holatini ko'rsatyapman. Hozir bu mashinani yana qaytadan polirov keramikalarni qilamiz. Mana bunaqa mayda sarapinalar bo'lib qolgan, ko'ryapsizlar. Lekin blesklari dodda bo'lib turibdi. Полный polirov keramika qilamiz, 3 etapli professionalniy и keramikalar suriladi, kapot bronlarni almashtiramiz. Bundan ham yonib chiqadi, bundan ham dodda bo'lib chiqadi. Xullas, kevrasizlar, salonni ichi ham takoy neobichniy qilib, komfortniy qilib qo'yilgan. Lyumar urilgan, ko'ryapsizlar, lyumar ayrik surilgan. Lyumar qanaqa ko'rinadi deganlarga mabodoga. Xullas, kevrasizlar, kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, akala,